Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Kanalimizni mana yurgizishni boshladik. Xudo xolasa, sizlarga foydali kontentlarni uzatib, shunaqa qilib tayyorlab berib turamiz. Kimdir bizni Buxorodan kuzatar, kimdir Samarqanddan kuzatar, lekin bunaqa vodiyli joylari, balkim Buxoroning joylarini ko'rsatarmiz. Kimi yo'li tutsa, shunaqa aniq, qayerda yaxshi narsa bor, yeyish uchun, iftorlik uchun, saharlik uchun yoki tushlik uchun hammasini ko'rsatib boramiz. Osiyodagi hayot Telegram kanalimizga lokatsiyalar tashlab ketamiz. Kirib, aytgan lokatsiyani topib bemalol kelaverasizlar. Sizlarga obzorni boshlab ko'rsatib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar ozgina. Sizlar uchun yaxshi kontentlar qilishda davom etamiz. Bugungi lokatsiyamiz Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha qishlog'idamiz. O'tgan safarga yana go'shtlarni shular ko'rsatganmiz. Bu safargisi boshqa lokatsiyada bo'lyapti. Shuning uchun yana bitta obzor qilib ko'rsatib beramiz. Like, podpiskani ayamanglar. Bu kalla pocha go'shtlarimiz sovuq holatda hamda issiq holatda bo'ladi. Ko'proq issiq holatda bu yerda iste'mol qilish mumkin. Mana ko'rsatib o'ting operator. Go'shtlar ichidagi mana tarkiblari yaqqol ko'rinib turibdi. Ro'za og'izligimiz uchun sizlarga ko'rsatib beramiz ta'mini. Hali og'iz ochardan keyin yana bir bor bu yeyish sahnasini ko'rsatib berib ketamiz. Hasblar ajoyib, xullas boshqacha. Biz o'tgan safar kelganimiz ham tatib iste'mol qilib ko'rdik. Mana bulari qorin, o'pka shularning ishtirokida tayyorlangan. 4 soat, 5 soat qaynab pishib, undan keyin maydalab halades holatda sho'rvasi bilan birgalashib, uyg'unlashib, mashq holatiga kelgan. Hasblar mana hasblarning ichini ham ko'rsatib o'taylik. O'zimni lug'atlarimdan kelib chiqib, o'zimni so'z boyligimdan kelib chiqib, buni qanaqa tuzilganligini tushuntirishga harakat qilyapman. Kelib bir yeb ko'rsalaringman, boshqacha bo'ladi. Oldu mu? Bilal'le kaç söylüyorsun? Girmezsen göreceğiz. Buradan mı çözeceğiz? Hozir 2 kilo bo'ldimi bu? 2 kilo emas, 1 kilo 165 ming so'mlik bo'lgan. Nasıl asar tutup Yok, maşine gerek. Al, sal çeke sürüyün de. Biraz sonra ortam indirir git. Birinchisi. Birinchisi. No ikkinchisi.
Yarim qo'shaymi? Bir qo'shaymi aka. Voy, qo'yim aka. Yarim kilo. Deyiladi yarim. Yo'q kerak emas sizga. Ha, xo'p. Tilpildan qo'shavering ko'pchilar. Siz yana qo'shmasam bo'lmadi, doim. 1 kilo olmay. Ertaga kilodan tiyan, aka. Oğlan bor, kanattan bor. Go'shtlar sotilishni boshladi. Obunachilarimiz kuzatib turasizlar. Bitta bezo'ja o'sha bitta jonli yo'l chetida oddiy sotib yurgan bola mana ishlarni kengaytirib odam izlansa natijaga erishadi. Xuddi shunday mana hozir katta joy qilgan turli xil taomlar, bitta faqat fishka taom, kalla pocha. Bundan qo'shaymi? Bu aka hozir bugungi 30 ming so'm ishlayapti. Buni qo'shib ko'ray. 65 ming so'mlik bo'ldi. Bunda go'sht yo'q, a? Pay bor bunda. Pay bor, a? Pay bor. Bunisi go'shtli. Faqat go'sht. Ha, buning kilosi qancha? 1 kilosi 120 ming so'm aka. 120 ming. Bunisi-chi? Buni bugun 30 ming so'm aka bu. Ha, bugungi holatga ko'ra, a? Holatga ko'ra. Yangilik bo'pti, nima? Ha. Ha, zo'r. Kelaverasizlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on, Qo'rg'oncha qishlog'i. Issig'ini ham ko'rsataylik, yuring. Xullas, odamlar juda ko'p. Shouga aylanib ketyapti. Bezonjon qilgan ishlari. Kelib bir guvohi bo'lasizlar, xudo xolasa. Mana issiq holat. Ko'proq tashlaring aksiga tuzdan. Ulu so'laymaga. Muzning masalasi haligi yo'qmi? Ana shu To'rtdan o'l. Azizlar, mana og'izlarni ochib oldik. Kalla pocha sentrimiz Qodirxon kalla pocha sentrida go'shtlardan tatib ko'ramiz. Bu xolodniy go'sht. Sovutilgan holatdagisi. Bu ham o'ziga xos. Ichida ziravorlar, mazzalar juda ham bir-biriga yopishib ketgan. Bunisi qaynog'i limon bilan haqiqatda ajoyib chiqisharkan bu. Tabiiy qozonda pishgan go'shtdan ko'ra ancha farqi bor. Umuman boshqa narsa bu. Kelib yeb ko'rishlaringni xohlaymiz, zo'r, lekin mazasiga gap yo'q. Men faqat yaxshi joylarni ko'rsataman sizlar uchun. Haligi yomon joyga pul bersa ham kirmaymiz.